Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida har yili 200 million tub daraxt ekish belgilangan bo'lib, respublikada yashillik darajasini 30% ga yetkazish maqsad qilingan. Xabar berganimizdek, Toshkent viloyatida ushbu ezgu tashabbusning navbatdagi bosqichi davom etmoqda. Toshkent Ohangaron yo'li bo'ylab tashkil etilgan ko'chat ekish tadbirlaridan muxbirimiz xabar beradi. Mamlakatimiz bo'ylab yashil makon umummilliy loyihasi doirasida kuzgi ko'chat ekish mavsumi boshlandi. Mazkur tadbirda Toshkent viloyati prokuraturasi ham faol ishtirok etdi. Ular tomonidan ham yo'l bo'ylarida ko'chatlar ekilib, hududni obodonlashtirishga hissa qo'shildi. Tadbirda nafaqat viloyatdagi tashkilot va korxonalar, balki respublika miqyosidagi vazirlik, idora hamda agentliklar vakillari ham faol ishtirok etishdi. Bu tashabbus nafaqat yo'l atrofini ko'rkamlashtirish, balki ekologik muvozanatni saqlashga ham xizmat qiladi. Joriy yil kuz mavsumida respublikada yashil makon umummilliy loyihasi doirasida 125 million tub manzarali mevali daraxt buta ko'chatlari ekilishi rejalashtirilgan. Hamda hozirda hududlarda ko'chat ekish tadbirlari ish boshlandi. Ohangaron tumanida katta yo'l bo'yida vazirlik idoralar tomonidan o'sha belgilangan yerlar ajratildi. Hamda o'sha yerlarda hamma vazirlik o'z ko'chatlarini bugun erta hashar yo'li bilan tadbir uyushtirildi. Ko'chat ekish tadbirida 450 mingdan ziyod manzarali ko'chatlar ekiladi. Shumtol, Katalpa hamda o'sha qayrag'och daraxt ko'chatlari, manzarali daraxt ko'chatlari ekilyapti. Yashil makon oddiy ko'chat ekish emas, balki kelajak avlod uchun toza havo, sog'lom muhit va yashil vatanni yaratish harakati demakdir. Bunday keng ko'lamli ezgu ishlar yillar davomida o'z natijasini beradi.